O'rta Osiyoda birinchi marta metan zapravkani rebrending qildik. Proyekt katta bo'lgani sababli mijozimiz Sirdaryodagi mashhur metan zapravkalariga taklif qildilar va yonma-yon qurilgan ikkita metan zapravkani rebrending qilishga zakaz oldik. Eng qizig'i, okamizning aytishlaricha, hech qaysi metan zapravkada yo'q ikkita monitor o'rnatgan ekanlar. Biz bu monitorga ham video animatsiya tayyorlab berishimiz kerak ekan. Okamiz bilan deadline shartnomani imzoladik va birinchi o'rinda zapravkalarga patentlarni tekshirgan holda ikkita nom topib berdik. Har doimgidek Prakriti programmada logotipga 4 ta variant chizib oldim. Klientimiz o'ziga yoqqan ikkita variantni tanladilar. Logotip boshqa zapravkalardan ajralib turishi uchun brend nomidan kelib chiqqan holda zamonaviy idea qilindi va tayyor logoni prezentatsiya qilib berdik. Agar siz dizayner bo'lganingizda ushbu proyektni qanchaga narxlagan bo'lardingiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Monitor uchun naq 4 kunda video animatsiya ham tayyor bo'ldi. Rezultatni ko'ring va ko'rganingizda bizni atmetga qilishni unutmang.